Bilasizmi, erkakdan xiyonat ko'rish bilan do'stdan xiyonat ko'rish aslida bitta narsa. Nega desangiz, xiyonat bu kutmagan insoningizdan orqangizdan pichoq urish hisoblanadi. Qabulimga kelgan insonlar bilan sessiya qilganimda ayol xiyonat programmasi bo'yicha menga murojaat qilganida, uni ongi osti dasturlarini kavlaganimizda xiyonat dasturlari unda bundan ham oldin 5 marta, 6 marta, 10 marta bo'lganini eslaydi. Hattoki bolalikgacha borib ildiz taqaladi. Bilasizmi? Ba'zan bu xiyonat qaysi paytga borib taqaladi? Otaning xiyonatiga, onaga xiyonatiga. Maktabda sinfdosh qizning dugonalar bilan uning ortidan qilgan gap so'zi va xiyonatida. Uni sinfdan chetlashtirib, dugonalardan uzoqlashtirgan, xiyonat qilgan dugonasiga borib taqaladi. Xiyonat bu qalbga urilgan xanjardir. Agarda sizni ham hayotingizda tez-tez xiyonat programmasi uchrayotgan bo'lsa, demak bu faqatgina erkak va ayol xiyonatida emas degani. Gap sizni xiyonat programmasida yashayotganligingizdan dalolatdir. Agarda bu programmani yechishni istasangiz, hoziroq meni terapiyamga, sessiyamga yozilishingiz mumkin va albatta meni profilimga podpiska bo'ling. Bundan da qiziqarli mavzularimiz bor.